Akkaunt sotib olgani keldik. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Akkaunt berasiz, ha, shunaqa bo'ldi. Crown 5-level edi, Warren 3-level edi, aka. Mifiklari 220 dedi. Necha pul kelishdi aka siz bilan? 500 olmoq, yetgan narxim. Ya aka 500 ko'tarmaydi. Maksimalni qanchaga berasiz aka? O'zi nima sotyapsiz bu akkauntni? Ertaga muammo bo'lmaydimi? Muammo o'ynaydi, garantiya beraman. Qanchaga berasiz aka buni? Bo'ladigan narxini ting, lekin 500 ne stoyt lekin. 250 bering, aka. Bo'ldi aka. Hozir shunday 1 minut aka, ko'rib oling akkauntingizni. Shu 3 ta tachkasi bor edi, 54 ta paragachka. 3 ta max aruzasi bor edi. Bo'ldi aka, mana 350 baraka. Ertaga muammo bo'lmaydi. O'zi ne sotyapsiz aka bu akkauntni? Pul kerak qolibdi. Bo'ldi aka. Kimga shuni xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rish savdo bor. Bemalol Telegramdan aloqaga chiqursin-a. Chiqursin.